Assalomu alaykum. Bayram kunlari bo'sh vaqt ko'pligidan yana bir video olay dedim. Bir narsani tushundim o'zimni 40 yoshimda. Agar inson dunyo qarashini, nuqtai nazarini to'g'rilab olmasa, hech qachon boy bo'la olmas ekan. Siz ozgina narsa bilan ham boy bo'lishingiz mumkin. Dunyo boylik bilan ham kambag'al bo'lishingiz mumkin. Bularda hammasini bitta sizni baxtli boy qiladigan narsa boriga shukr qilish, kelajakdan umid qilish, Allohga ishonish. Agar siz nimaiki bor bo'lsa o'sha boriga shukr qilishni o'rgansangiz, eng nochor holda ham dunyoning eng boyidan ham boy bo'lasiz. Hech kim eson-omon chiqib keta olmaydigan bu dunyoda boy emasman deb o'zingizni qiynamang.